Assalomu alaykum va rahmatullohi azizlar. 30 savol ekstraning yangi sonini hozir aynan shu yerda Kunuz studiyasidamiz va bugungi mehmonimiz Bobur Fozilxon bo'ladilar. Eng qimmat xizmat qanday xizmat? Bunaqa qiyin savollarni bermayman-da. O'ylash kerak-ku. Eng qimmat xizmat, hayronman, onani bolaga xizmati, bolaligidagi. Mashalloh, go'zal. Yana bitta variant. Bebaho desa ham bo'ladi o'zimni. Uni bebaho. Eng qimmat xizmat tekin xizmat deyishar ekan. Tekinga qilingan. U tarafi ham bor ekan. Siz guvohi bo'lgan yolg'on xabar jazosi. Yolg'on xabar odatda o'zi qonunchilikdagi bor jazosi. Aynan u tomonni emas, ya'ni yolg'on xabar bergan odamni izzi bo'lishini, o'zi shu tomondan jazolanishini. Juda ham o'qiyingiz keladigan 3 ta yangilik. Birinchisi G'azodagi qirg'inni to'xtashi, ikkinchisi ham G'azodagi qirg'inni to'xtashi, uchinchisi ummatni hamma yoqda kuchli va qadrli bo'lishi. 4-savol. Milliy fast food brendlaridan qay birini qo'llab-quvvatlaysiz? Evas'da yangi 6 tasi bittada lunchboxlar. Endi atiga 30 ming so'mga mini hot dog, nuggetslar, kartoshka free, ketchup, Pepsi va muzqaymoq. Mukammal ta'mada faqat Evas restoranlarida. O'zbekistondagi eng qimmat video kontentlarni kimni videolarida kuzatsa bo'ladi? YouTube'da o'zbek segmentini uncha ko'rmayman-da. O'zimni men ko'rishim qiyinroq. Men aytishim mumkin. Janob prezidentimiz video kontentlarida O'zbekistondagi eng qimmat video kontent ko'rsatiladi. 4 milliard dollarlik zavodlar, 2 milliardlik dollarlik ochilish marosimlari. Qimmat kontenti, to'g'rimi? Qanday yo'l bilan foydali, foydasiz kontentni ajratib olasiz? Dastlabki 2 daqiqasi bilan. Bir so'z bilan aytganda siyosat nima? Jirkanchlik. To'yda boshlovchilikka taklif qilishsa rozi bo'larmi deysiz? Yo'q. Eng qiyin vaziyatda sizni nima yoki kim olib chiqadi? Vaziyatdami? Alloh. Hamisha. Suv tanqisligi naqadar biz uchun xavfli? Bu juda xavfli. Yaqin 8-10 yilda men yaxshi prognoz ko'rmayapman. Maslahatingiz? Siyqasi chiqqan gap suvni tejang va duo qiling. Nimaga aynan 8 yil prognoz beryapsiz Bobur aka? Yaqin 5-8 yil. Ilmiy asoslangan ko'p doirada aytilayotgan gaplar. Ya'ni qurg'oqchilik shimolimizdan, janubimizdan tomon keladi, vodiy tomonga va yaqin 8-10 yilda yaxshi emas holatimiz. Buni ko'rsangiz ham bo'ladi suv havzalarimiz misolida va yog'in misolida. Rahmat. Milliy kontent borasida qanday mavzular o'rtaga chiqishi lozim? Iloji boricha chuqurroq, ijtimoiy, ekologik, iqtisodiyot bilan siyosat doim o'z yo'lida ketaveradi. Rossiyaning maxsus operatsiyasi uni majburiy boshladimi yoki o'z xohishlari bilan? Tahlilingiz. Bu maxsus operatsiya emas, bu urush, bu bosqin. O'z ixtiyori bilan boshladimi yoki majbur bo'libmi? Qaysi tomondan turishga qarab. Toshkentdan turibmiz. Biz joyimiz qanaqa bo'ladi? Toshkentdan turib ham qaysi tomon turishingiz bog'liq. Maxsus operatsiya endi qarang. Nomlanishi shunaqa deysiz endi. Endi u tomondan turib shunaqa deyishyapti-da. Bu bilmayman, bu jahon siyosatiga hozir BBC ga chiqadimi bu? Balki chiqib ketarmiz. Majburlikdan emas-da. Emas majburlikdan. O sizni odam ochko'zligi shunchaki. Sizni millionlab gektar yeringiz borda yana bir 2-3 gektarini nima qilasiz? Haydovchilardan iltimos, taklif, talab. Bulardan talab qilib bo'lmaydi, darrov urishadi sizni. O'zi nohaq bo'lsa ham tushib sizni urmoqdan beri bo'ladi, lekin bulardan iltimos qilish mumkin. Shu pavrotni yoqib yuringlar, keyin palasadan palasaga sakrayvermanglar, baraka topinglar. Nomi hurriyat bilan bog'liq yangilik pablari nega kovlash bilan ovora bo'ladi? Men kuzatmayman. Olib chiqayotgan muammolaringiz yechimi foizi qanchani tashkil etadi? 5, 3. 100% dan-a? Kunuz olib chiqayotgan muammolar deya. Kunuzniki emas, o'zimniki. O'zingizniki. Kunuz olib chiqayotgan uni bilmadim statistikasini. O'zimnikida shu oldin bir 10-15 bo'lardi, hozir juda ham pasayib ketdi. Siz guvohi bo'lgan eng katta xiyonat? Kunda-kun ora ko'rib turganimiz millatga va vatanga xiyonat. Tilimizga. Qanday insonlardan qo'rqasiz? 200lamachi. Kimning ashulalarini eshitib turasiz? O'zi bitta qalbga qo'shiq bilan Qur'on sig'maydi. Lekin orada shu qalbimda bo'sh shaytoniy joylar bor ekan, qo'shiq ham solib ketaveradi. Ora-orada bir eshitib turaman. Kimi? Madrigal. Kim eng yaxshi sirdosh? Alloh. Siz uchun eng go'zal jumla? Alhamdulillah. Barcha ishlaringizni yakunida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 30 savol ekstrani yakunladik. Bobur aka, katta rahmat.